وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Umar sallallahu alaihi wasallam hadisida aytadiki, "At-taibu min az-zambi kaman la zamba la." Bir shaxsga tavba etsa, gunohiga tavba etsa, fikr qilsa, uni gunoh yetmaganday bo'ladi. نحن للإسلام حصن نحن جند أوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء. نحن للإسلام حصن نحن جند أوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء. ولتروق منا الدماء ولتروق منا الدماء ولتروق منا الدماء. در صدای قرآن بوی محمد آمد، در وقت صبح گاهان بوی محمد آمد. agar sizlar mani ne'matlarimga shukr qilsanglar, azidannakum, har oyna sizlarga ziyoda qilaman deydi. Agar mani ne'matlarimga noshukrlik qilsanglar, har oyna men sizlardan mani azobim qattiq. منجرازار حير شديد بطوفون زلت وير شديد بطوفون زلت وير شديد. Kuraz qancha javoblariki, ni namozda g'amida, ni zotda, ni Alloh subhanahu va taoloni, ni Qur'onni g'amida, ni namozda dunyo ularni qalbiya dunyo g'olibini har qancha pul topay, zot etay, pulim ko'paysin, zot etsin, mani falonni da'vatchilar, mudoba'atchilar deydi. Ammo Alloh subhanahu va taolo ularni hech bir qabul qilmaydi. Sizlarning ichlaringizda behtarin nafar shayki Qur'on Sharifda ta'lim olsa va ta'lim olgandan nariyam ta'lim bersa mardim ya. بصافير جوان أسماء قرآن بياك شاد خندان است مسلمان، بیا در محفلی خانی خداوند ز نور حق چراغان است مسلمان. Asl hadaf ki siz bizda burada ilm o'qiymiz, shu ilmdan shude. To bo'lsa dunyoda shularga o'zini barobar qilib, oxiratda falohu saodatiga bo'lsa, nek vaqtlikka jannatga borishlik bo'ladi. Va katta mahlakadan, katta ofat va balodan, katta azobdan ki azobi do'zax va jahannamda o'shandan najot topsin. Asl hadaf shu. Hadaf bu emaski, Alloh taolo hammamizni saqlasin. Kelma o'qigan nafar o'zini falonda ko'rkasa u xudnavoylik etsin. Hadaf bu emaski, ilm o'qigan nafar riyosat qilsa, mansabu chavkiga bo'lsa, bu emas. Balki ilm o'qiydi o'zini tuzatmoqlik uchun, o'zini nafsidan jaholatni uzoq etishlik uchun va shuni ko'rishdan bo'lsa-ki, boshqalardan ham jaholatni, johillikni, nodonlikni, beilmlikni, Xudoning tarsini uzoq qilaman deb hadafi bo'lsa.